Ramazon oyi kelsa bir gap tarqaladi. Namoz o'qimaydigan odamlar roza tutsa, ularning rozasi roza emas. Nimaga desa, chunki u namoz o'qimaydi-da degan gap. Azizlar, innalloha huva yaqbalul ibadat. Ibodatlarni qabul qiluvchi zot faqat Allohning o'zi. Bandada iymon bo'lsa bo'ldi. Bir odam musulmon, iymoni bor, lekin namoz o'qimayapti. U alohida, u namoz o'qimaganiga alohida gunohkor bo'ladi. Lekin Ramazon oyi kelganda roza tutsa, inshaalloh uning rozasini qabul qiluvchi zot bor. Balkim qabuldir shu insonlik. Balkim shu inson shu Ramazonda o'sha ibodatga bo'lgan muhabbat bilan namozni ham boshlab olar. Ko'pchilik insonlar Ramazon oyida roza tutish bilan taroveh namoziga chiqib, qalblari erib, kerak bo'lsa 5 mahal ham boshlab oladi. Biz unaqa gap chiqargandan ko'ra Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning gaplariga suyanib, bashiru va la tunaffiru. Bashorat beringlar, nafratlantirmanglar, yassiru va la tu'assiru. Oson qilinglar, qiyinlashtirmanglar deganlar. Shuning uchun yo'q gaplarni, bunaqa gaplar gapirmaylik. Bir odamda iymon bormi, musulmonmi, roza tutsa, rozasi inshaalloh qabul. Roza tutishning shartlarida namoz o'qisin shu odam deyilmagan. Shunday ekan, Alloh taolo barchalarimizni to'g'ridan adashtirmasin. Ramazon oyida ko'plab ibodatlarni qilib olishni Alloh hammamizga nasib etsin.